Bizning Asia Metal Prof O'zbekiston Xitoy qo'shma korxonamiz bugungi kunda temir mahsulotlarini ishlab chiqarish bilan shug'ullanadi. Jami maydonimiz 160 gektardan ziyodroq maydonda joylashgan bo'lib, bugungi kunda 2000 ga yaqin ishchilarni ish bilan ta'minlab kelmoqdamiz. Eksport qilish uchun yaratiladigan bojxona tomonidan yangi tizim o'rnatilgan tizimlar biz eksportchilar uchun juda katta qulayliklarga olib kelyapti. Bugungi kunda bojxona organlarida amalga oshirilayotgan raqamlashtirish islohotlarining samarasini biz tadbirkorlar o'z faoliyatimizda yaqqol his qilmoqdamiz. Bojxona tizimida raqamli bojxona tamoyilining keng joriy qilinishi natijasida rasmiylashtirish jarayonlari ancha soddalashdi, vaqt tejalmoqda va xizmatlar sifati ancha darajada oshdi. Ayniqsa eksport 3 qadamda tizimining joriy etilishi eksport jarayonlarini yanada yengillashtirdi, soddalashtirdi. Endi tovar va transport vositalari bor yo'g'i 3 bosqichda tez, shaffof tarzda rasmiylashtirilmoqda. Bu esa ortiqcha vaqt va xarajatlarni qisqartirib, tadbirkorlar uchun yana ham qulayliklar yaratdi. Prezidentimizning joriy yilning 21-iyul kuni o'tkazilgan videoselektor yig'ilishida eksport salohiyatini oshirish, shuningdek iqtisodiy sohani tarmoqlar kesimida rivojlantirish maqsadida aniq vazifalar belgilab berildi. Ushbu topshiriqlarning ijrosini ta'minlash maqsadida Samarqand viloyati bojxona boshqarmasi mas'ul xodimlari tomonidan joylarga chiqib, tadbirkorlik subyektlarining eksport sohasidagi muammolar o'rganilib, joyda bartaraf qilish choralari ko'rib kelinmoqda. Bugungi kunda eksport salohiyatini oshirish maqsadida eksport 3 qadam model asosida 3 bosqichda amalga oshirilmoqda. Oldinlari ushbu 9 bosqichda amalga oshirilar edi. Bu esa tadbirkorlarning vaqtini, mablag'ini tejashga xizmat qilmoqda. Ushbu tizimdan Asia Metal Prof korxonasi samarali foydalanib kelmoqda. Hozirgi kunda ushbu korxona tomonidan ishlab chiqarilgan mahsulotlar dunyoning turli mamlakatlarida eksport qilib kelinmoqda. Eksport jarayonlari avtomobilda hamda temir yo'l transport orqali amalga oshirib kelinmoqda. Muhtaram Prezidentimizning amaliy ko'maklari bilan ushbu korxonaga temir yo'l tarmoqlari kirib keldi. Endilikda korxona tomonidan ishlab chiqarilgan mahsulotlar temir yo'l tarmoqlariga yuklanib, chet elga eksport qilib kelinmoqda. Bu esa tadbirkorning mablag'ini tejashga xizmat qiladi.